Aytishlaricha yaxshi Toshkent oshida har bir masalliqning o'z o'rni bor. Bizning ofisimiz ham xuddi shunday tashkil etilgan. Yandex O'zbekistonga xush kelibsiz. Yandex O'zbekistonda o'zining faoliyatini 2018-yilda taksi xizmati bilan boshladi. Shundan beri uni atrofida nafaqat taom va mahsulot yetkazib berish, balki xaritalar, samokatlar va biznes yechimlarini bitta ekotizimga birlashtirdi. Biz hayotimizning ajralmas qismiga aylangan texnologiyalarni rivojlantirishda davom etamiz. Bugun esa ofisda 200 tadan ortiq xodim ishlaydi. Bizning Silk Road ofisimiz Regent biznes markazida joylashgan. U 4-chi, 5-chi va 6-chi qavatlarni egallaydi. Ofis ostida P1 va P2 avtoturargohlari bor. Turargohlarga avtomatik radio belgi orqali kiriladi. Birinchi ish kuningizda sizni birinchi qavatda kutib olishadi. Keyin esa turniketdan o'tasiz. Lift kerakli qavat va yana bitta turniket. Liftlar yonida esa ofis bo'ylab qulay harakatlanish uchun maxsus xaritalar joylashtirilgan. Yandex O'zbekistonning asosiy qabulxonasi 4-qavatda joylashgan. Agar bej, propusk yoki parking bo'yicha savol tug'ilsa, ularga javobni shu yerdan olasiz. Asosiy hayot 4 va 5-qavatda qaynaydi. Open space, uchrashuv xonalari va ish zonalari. Ish o'rinlarini o'zingizga moslab bezatishingiz mumkin. Masalan, gul, chiroq yoki dutor. 17 ta uchrashuv xonasi, qo'ng'iroqlar uchun kabinalar va kichik xonalar mavjud. Ular kalendar yoki planshet orqali band qilinadi. Kayfiyatga mos xonani tanlash mumkin. Somsa yoki tandir, yor yoki shumbola. 2 ta uchrashuv xonasida chorpoya ham bor. Muhokama cho'zilib ketsa ham xavotir olmang. Bu yer qulayligidan odamning ketgisi kelmay qoladi. Bu esa pochta xonasi. Barcha muhim xatlar va imzolangan hujjatlar shu yerdan jo'natiladi. Har bir qavatda coffee point mavjud. Qahva, choy, yeguliklar, meva va sabzavotlar. Yozda esa ularga tarvuz, qovun va gilos ham qo'shiladi. Agar nimadir ishlamay qolsa, servis deskga murojaat qiling. Ular bilan 6-qavatdagi qabulxona ichki chat yoki bot orqali bog'lanishi mumkin. 5-qavatda esa kundalik texnika va mayda jihozlarni olish uchun xilpamat o'rnatilgan. 6-qavatning bu qismi dam olish uchun mo'ljallangan. Lounge zonalar, o'yin xonasi, yostiqqa to'la dam olish joylari mavjud. Meditatsiya xonasi, kun bo'yi ishlaydigan sport zali, yoga va musiqa xonalari bor. 5-qavatda esa nafas rostlash, to'g'rirog'i ofisdan chiqmasdan turib hamkasblar bilan bazm qilish uchun terrasa mavjud. Bizda kir yuvish xonasi ham bor. Bo'lmagandan ko'ra bo'lgani yaxshi. Garderob xonasi. Ortiqcha narsalarni ko'tarib yurmaslik uchun. Bizning o'z an'analarimiz ham bor. Masalan, yangi dasturxon. Jamoamiz bilan yo'lga qo'ygan ichki yig'ilishimiz. Har oy Coffee Pointda yig'ilib, bir piyola choy ustida hamkasblar bilan suhbatlashamiz, loyihalarni muhokama qilamiz va yangi g'oyalar bo'lishamiz. Bu esa Xuralni, muhim yig'ilishlar va katta uchrashuvlar uchun mo'ljallangan joy. Va bu yerda mikrofon orqali gapirish mumkin. Yandex O'zbekiston bu nafaqat raqamli servislar, balki mamlakatdagi texnologik muhitni rivojlantiradigan turli loyihalardir. Talabalar uchun ambasador dasturlaridan boshlab ML Schoolgacha. Bo'lajak mutaxassislarga o'z fikrdoshlarini topishga va birgalikda o'sishga yordam beramiz. Bizning ofisimizda yaxshi oshdagidek har bir masalliq muhim. Ammo eng asosiysi bu atrofingizdagi insonlar. Aynan ular bu yerga haqiqiy qadriyat bag'ishlaydi. Mana shu Yandex O'zbekiston.